Shoshilinch muhim xabar. Navoiyda ichida 47 yo'lovchisi bo'lgan avtobus ag'darilib ketdi. Navoiy viloyati Tomdi tumanida Zarafshon-Navoiy yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan avtobus yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqda viloyat IIB axborot tizimi xabar berdi. Qayd etilishicha, yo'l transport hodisasi 5-yanvar kuni soat 7:40larda Tomdi tumani Tomdi-Buloq OFG hududidan o'tgan A379 Navoiy Uchquduq xalqaro ahamiyatga molik avtomobil yo'lining 167-168 kilometrlar oralig'ida sodir bo'lgan. Dastlabki surishtiruvlarga ko'ra, salonida 47 nafar yo'lovchisi bo'lgan Zixong Tongbus rusumli texnik jihatdan soz bo'lgan avtobusni Zarafshon-Navoiy yo'nalishi bo'ylab boshqarib borayotgan 1986-yilda tug'ilgan fuqaro haydovchi 17 yillik stajga ega. Rol boshqaruvini yo'qotib, yo'nalishi bo'yicha yo'lning o'ng tomoniga chiqib ketayotib ag'darilib GTH sodir etgan. Hodisa oqibatida yo'lovchi sifatida ketayotgan 2 fuqaro olgan tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan. Turli ko'rinishdagi tan jarohatlarini olgan 9 nafar tibbiyot muassasalariga yotqizilgan fuqarolar hozirda vaziyatni to'liq o'rganish, jabrlanganlar va ularning oila a'zolariga yordam ko'rsatish hamda og'ir oqibatlarga olib kelgan shart-sharoitlarga huquqiy baho berish maqsadida Navoiy viloyati IIB tomonidan voqea tafsilotlari o'rganilmoqda, deyiladi xabarda.